Agar shu mashinani GM ishlab chiqarganda O'zbekistonda Gentra'ga konkurent bo'la olarmidi yoki yo'qmi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bugungi mashina temada Monza avtomobilimiz, mashinamiz 1,5 litr atmosferli motorda. Kraskalar absolutli top toza, haydashingiz uchun tayyor. 4 ta yaxshi balonlarda turibdi. Ishlab chiqarilgan yili 2023, bo'lsa o'tgan masofasi endi 42 ming bo'lgan. Hali ancha-muncha haydashingiz mumkin. Bu mashinani ko'pchilik Gentra bilan solishtirib, hali hamon yechilmagan savol bo'lib qolib ketadi. Mashinamiz salon holatlari ham ancha akkuratli turibdi. Men o'ylashim bo'yicha Gentra'dan ko'ra agar salon taraflama oladigan bo'lsa, Monza'ning ichi ancha chiroyliroq ko'rinishga ega. O'rta konsollari, ulangan monitor, undan tashqari qulayliklari ham ko'proq. Besprovod zaryadkalargacha bor. Undan tashqari koja elementlari ham ishlatilgan mashinamizda. Mashinamiz aytib o'tgandan kraskalar absolutli top toza, haydashingiz uchun mashina temada aynan shu mashinamizning narxi $15.500 ga berib yuboriladi.